14 yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimiz tashkil etilgan sana munosabati bilan yurtimizda har yili 15 dekabrdan 15 yanvarga qadar vatanparvarlik oyligi o'tkazib kelinadi. Ana shu an'ana doirasida Surxondaryo viloyatida ham harbiy kuch tuzilmalari, oliy ta'lim muassasalari talabalari va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida vatanparvarlik festivallariga start berildi. Hozir shu haqda. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligining 34 yiliga hamda Vatan himoyachilari kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish to'g'risidagi farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida vatanparvarlik oyligiga start berildi. Tadbirda Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida harbiy orkestr, faxriy qorovul, bayroqdorlar hamda qurolli kuchlar tarkibidagi kuch tuzilmalarining namoyishkorona harakatlari xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyilini yana bir bor o'zida namoyon etdi. Bu oylik shunchalar bir insonda katta bir hissiyot, katta bir faxr, quvonch uyg'otadi. Sababi vataning tinch, sen tinchsan. Tinchlikning qadriga yetmoq insonda vatanparvarlik ruhidagi har bir insonning yuragida jo'sh uradi. Harbiy vatanparvarlik tadbiri Termiz shahridagi Mustaqillik maydonida davom etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda oliy bosh qo'mondon tomonidan harbiy sohaga qaratilayotgan yuksak e'tibor, harbiy xizmatchilar uchun yaratib berilayotgan munosib shart-sharoitlar haqida atroflicha to'xtalib o'tishdi. Tadbir davomida kuch tuzilmalarining jangovar chiqishlari, xizmat itlarining maxsus mashq harakatlari tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Shundan so'ng tadbirning badiiy qismiga navbat berildi. Unda viloyat musiqali drama teatri ijodkorlari tomonidan buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur hamda Jaloliddin Manguberdi hayoti va jasoratini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari namoyish etildi.